Yangi 2026 yilgi Chevrolet Malibu bu zamonaviylik, qulaylik va yuqori texnologiyalar uyg'unlashgan sedan bo'lib, Chevrolet kompaniyasi o'zining eng mashhur modellaridan birini yanada mukammallashtirdi. Ushbu model tashqi ko'rinishida yanada jozibador dizayn, kuchli chiziqlar va aerodinamik shaklga ega bo'lib, yo'lda o'ziga xos shaxsiyatni namoyon etadi. Old qismi keng radiator panjarasi, LED faralar va zamonaviy logotip bilan bezatilgan. Salon qismi esa haydovchi va yo'lovchilarga maksimal qulaylik yaratish uchun ishlab chiqilgan. Keng joy, yumshoq materiallardan tayyorlangan o'rindiqlar va yuqori sifatli tugmalar bilan bezatilgan boshqaruv paneli avtomobilga premium darajadagi his beradi. Markazda joylashgan 11 dyuymli sensorli multimedia ekrani Apple CarPlay va Android Auto tizimlari bilan to'liq mos keladi. Shuningdek, yangi Malibu ovozli buyruqlar, Bluetooth va Wi-Fi ulanish imkoniyatlariga ega. Texnik tomondan qaraganda 2026 yilgi Malibu 1.5 litrli turbo benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, u 180 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Transmissiya sifatida chirt avtomatik uzatmalar qutisi o'rnatilgan bo'lib, bu yo'lda silliq harakat va yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Malibu o'rtacha 100 kilometrga atiga 6-5 litr yoqilg'i sarflaydi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan chetda qolmagan. Avtomobil avtomatik tormoz tizimi, yo'lni ushlab turish funksiyasi, orqa kamera, kor maydon nazorati va 10 ta xavfsizlik yostiqchasi bilan jihozlangan. Bundan tashqari, adaptiv kruz nazorati uzoq safarlarda haydovchining qulayligini oshiradi. 2026 yilgi Malibu turli rang variantlari va trim darajalari bilan taqdim etiladi, jumladan S va Premier versiyalari. Har bir model o'ziga xos jihozlar va dizayn tafsilotlariga ega. Umuman olganda, yangi Chevrolet Malibu bu zamonaviy texnologiyalar, qulaylik va ishonchlilikni birlashtirgan mukammal sedan bo'lib, u nafaqat shahar haydovchilari, balki uzoq masofalarga sayohat qiluvchilar uchun ham ajoyib tanlov hisoblanadi.